Birinchi masala. Tarkibi natriy, xlor va kisloroddan iborat 5,43 gram tuz sulfat kislota ishtirokida kaliy yodid eritmasi bilan ta'sirlashganda 0,12 mol qoramtir kulrang oddiy modda idish tubiga cho'kdi. Eritma filtrlangandan so'ng filtratga metal asetat tashlandi va eritma cho'kma tush to'xtaguncha sovutildi. Hosil bo'lgan eritma filtrlandi. Olingan cho'kma massasi 44,7 gram tashkil qildi. Cho'kma ajratilgach, tarkibida faqat ishqoriy metal atsetatlari tutgan eritma hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan eritma diafragma orqali eritmadan ajratilgan inert elektrodlar orqali elektroz tugaguncha 6,7 amper tok bilan elektroz qilindi. Katodda va anodda ajralgan gazlar eritma orqali o'tmagan. Demak, birinchi. Demak, X topishga boshlaymiz. Demak, birinchi. Demak, qoramtir kulrang modda nima u? Yodu. Yodidga ajralgan. Demak, reaksiyani yozsak. Demak, nimada? Natriy, xlor. Demak, OX deb yozamiz uni. Demak, plus. Kaliy yodid plus H2SO4 bo'ladi. Demak, bu kuchli oksidlovchi bo'lgani uchun nimalar hosil bo'ladi? Natriy xlor hosil bo'ladi. Demak, yod cho'kmay tushadi. Qoramtir kulrang oddiy modda bu. Plus H2 bu kaliy 2SO4 plus nima bo'ladi? H2 kaliy 2SO4 H2 bo'ladi. Demak, plus kaliy 2SO4 plus H2. Reaksiyani tenglashtirib o'tmaymiz. Elektrobalans bilan osonlikla topsa bo'ladi buni. Demak, mana buni hozir mana -1 dan nimaga o'tgan? 0 ga o'tgan. Demak, shuni yozsak, demak, -1 o'tgan, I2 0 ga. Demak, tenglashtirsak, demak, ikkita elektron farqi bu 2 ga. Ikkinchisi, mana bu yerdagi xlor. Demak, bu 2x bo'ladi. Demak, bu plus 1 bo'lgani uchun, demak, bu 2x - 1 bo'ladi. Demak, xlor nimaga o'tgan? 2x xlor 2x - 1 dan -1 ga o'tgan. Demak, xlor 2x - 1 dan demak o'tgan xlor -1 ga. Demak, elektron farqi 2xy. Demak, ana endi bu 0,12 mana bu shartkasi mana bu. Demak, 0,12 mol. Demak, qoramtir kulrangdan oddiy modda yod bu. Demak, bu 0,24 mol bo'ladi. Demak, 0,24 mol elektron nima bo'lgan bo'ladi? Bu bergan bo'ladi. Demak, bu bergan elektron xlor olgan. Demak, bu 0,24 mol bo'lsa, demak, bu ham nima bo'ladi? 2x ga bo'lamiz 0,24. Demak, bo'lingan 2x. Demak, bu ham 0,24 bo'lingan 2x bo'ladi. Mana bu 2x ga bo'ldik. Demak, buni qisqartirsak 0,12 taqsim x bo'lib qoladi. Demak, N demak, natriy xlor OX ning moli barobar ekan 0,12 taqsim x ga. Endi buni massasi berilgan. Demak, molyar massasini molga ko'paytirsak, nima chiqadi? X ni aniqlasa bo'ladi. Demak, massasi topiladi. Demak, buni molyar massasi nima ekan? 23 plus 35,5 plus 16x bu molyar massasi. Demak, ko'paytirilgan 0,12 taqsim x barobar bo'ladi massasiga 5,143. Demak, buni 0,12 ga bo'lsak, bu tenglamani ishlaymiz. Bu ikkini qo'shsak 58,5 plus 16x barobar bo'ladi 45,25 ga. Demak, buni 0,12 ga bo'lsak 45,25 bo'ladi. Demak, bu x ga ko'paysa 45,25x bo'ladi. Demak, bu 29,25x. Demak, barobar bo'lib qoladi 58,5. Demak, x barobar 2 bo'lar ekan. Demak, birinchi sharti bajarildi. X teng 2 ekan. Demak, ikkinchi metal asetat tarkibidagi metalni aniqlang. Endi bu metalni aniqlashga boshlaymiz. Eritma filtrlangandan so'ng filtratga demak tashlandi va eritma cho'kma tush to'xtaguncha sovutildi deyapti. Demak, mana buni qo'shgandan keyin nimalar hosil bo'ladi bu yerda? Demak, mana metal, demak, sulfat ionlari bilan va xlor ionlari bilan birikadi. Demak, cho'kma mana bu ko'rinishga bo'ladi. Endi metal xloridga demak
tashkil qiladi. Mana bu shartga e'tibor qilamiz. Cho'kma tush to'xtaguncha sovutildi. Demak bu qaysi tuzning xossasi bu. Demak sovutilgan vaqtga cho'kma tushishi. Demak bu albatta nima bo'ladi? Qo'rg'oshin xlorid ekan. Demak bu ikkinchisi tarkibidagi nima? Qo'rg'oshin bo'ladi. Demak CH3CO2 ekan. Bu aniq shu narsa. Endi faqat mana cho'kma masalasi bilan buni matematik hisoblar bilan aniqlab qo'yamiz. Ammo buni aniqlash ham juda shart emas. Bu aniq qo'rg'oshin asetat. Xo'sh, demak ana endi qanday qilib qaysi ko'rinishga cho'kkan ular? Demak metal xlorid ko'rinishga cho'kkan va nima? Metal SO4 ko'rinishga cho'kkan. Endi demak xlor ionlari bilan sulfat ionlarini molini aniqlasak, demak bu nima bo'ladi? Metal tuzni ham mollarini aniqlagan bo'lamiz. Demak bu ishlaymiz. Endi xlor ionlarining moli, demak N xlor. Xlor minus ionlarining moli. Demak bu barobar bo'lib qoladi 0.100 dan xlor ionlari. Mana 0.124 bo'lingan 2x. Yoki mana bu da 0.112 bo'lingan x, 0.112 bo'lingan x. Demak bu 2 ga teng bo'lgani uchun 0.06 mol ekan. Endi nimani molini topsak bo'ladi? Metal xloridni molini topsak, demak ikkitasidan bitta bo'lgani uchun bu 0.03 mol bo'lar ekan. Endi demak sulfat ionlarining molini topamiz. Demak SO4 2 minus. Xo'sh, demak bu nimaga teng bo'ladi? Mana bunga qarasak, demak kaliyning moli. Kaliyning moli qaysiga teng? Yod moliga teng bu. Demak bu 0.124 mol bo'lsa, demak buni yarmi bo'ladi. Demak sulfat ionlari 0.124 ni taqsim 2 bo'lsa 0.112 mol ekan. Mana bu kaliy ionlarining yarmiga teng bo'ladi-da. Mana bu narsa shu uchun 0.124 ni 2 bo'lsa, endi bu paytda N metal SO4 barobar bo'lib qoladi 0.112 mol. Endi bularni mollarni aniqladik. Molar massasini ko'paytirsak, mana bu 44.7 gram bo'lishi kerak. Demak birinchisi nima bo'ladi endi? Metal. Demak molar massasini m deb olsak metalni, demak birinchisi 0.03 ko'paytirilgan xloridi. Demak metal plus 71 bo'ladi. Demak plus ikkinchisi 0.112, demak ko'paytirilgan bo'ladi. Metalning molar massasi m plus sulfat ionining molar massasi 96 ga teng. Demak bu ham barobar 44.7 bo'lib qoladi. Demak hammasini 0.03 ga bo'lib tashlasak, demak bu m plus 71 plus 4 ko'paytirilgan m plus 96 barobar bo'ladi 44.7 ni 0.03 ga bo'lsak 1490 bo'lar ekan. 1490. Xo'sh, endi bu oddiy tenglama, demak ishlasak m barobar nima bo'ladi? 207 gram taqsim mol ekanligini aniqlaymiz. Shuning uchun bu nima bo'ladi? Qo'rg'oshin bo'lib qoladi. Xo'sh, demak endi ikkinchisini aniqladik. Endi uchinchisi elektroliz qilingan. Demak uchinchi sharti nimada endi? Elektroliz. Demak shartga asosan, demak eritmada faqat nima qolgan? Demak ishqoriy metallar asetatlari qolgan. Demak CH3CO natriy qolgan. Demak ishqoriy metal va ikkinchisi nima qoladi? CH3CO demak kaliy qolgan. Endi demak asetat ionlarining molini topamiz. Demak CH3 demak CO minus. Xo'sh, demak asetat ionlarining moli N natriy plus ion moli plus N nimada? Kaliy plus ionlarining moli. Demak natriy ionlarining moli 0.06 edi. Xo'sh, bir qarab olaylik. Demak natriy ionlarining moli 0.06 edi mana bu. Demak kaliy ionlarining moli nima edi? Yod ion 0.124 edi. Mana bu 0.124. Demak ikkovini yig'indisini olamiz endi. Demak 0.124 bu 0.3 mol ekan. Xo'sh, endi elektrolizni anod reaksiyasi yozamiz. CO minusi. Xo'sh, nimaga aylanadi bu? Demak C2 kolbe elektrolizi bu. C2H12 plus karbon angidrid chiqadi. Demak plusi ana endi. Xo'sh, tenglashsa 2 bo'ladi. Bu yerga 2 qo'ysak, demak 2 ta elektron farq bo'lgani 2 ga bo'lib qoladi. Ana endi demak buni mol bo'lsa, 0.3 mol bo'lsa, demak elektron moli ham 0.3 bo'ladi. Demak Q anod demak teng bo'ladi 0.3 ko'paytirilgan 96500 ga faraday soniga. Xo'sh, demak bu ham barobar bo'ladi tashqi zanjirdagi elektr zaryadiga, elektr tokiga, zaryadiga. Demak T. Demak T barobar bo'ladi bu yerdan
43,29 sekund bo'ladi. Buni soatga aylantirsak 3600 ga bo'lsak, demak 1,2 soat bo'lib qolar ekan. Endi 4-sharti. Demak 4-sharti nima edi? Demak, mana bunga aylangan yod bilan reaksiyasidan, nitrat kislota bilan yod reaksiyasi. Demak, buni ham to'liq ishlab o'tirish shart emas. Demak, nima bo'lgan? 2,0 oksidlangan, nima hosil bo'lgan? HiO3 hosil bo'lgan. Demak, bu 0, demak 2, bu +5 bo'lsa, demak 10 ta elektron bergan bu. Endi N azotdagi nitrat kislota demak +5 bo'ladi. Demak NO2 ga o'tgan bo'lsa, u nimaga o'tgan bo'ladi? +4 ga o'tgan bo'ladi. Demak, bu +E bo'lib qoladi. Demak, 10E. Ana endi, demak, buni mol 0,12 bo'lsa, demak, buni moli elektron 1,2 mol bo'ladi. Demak, bu 1,2 mol bo'lsa, demak, bu ham 1,2 mol bo'lib qoladi. Demak, buni aytib HNO3 nimaga o'tganda? NO2 ga o'tganda yozib qo'yaylik. Mana +5 u, mana +4 edi. Ana endi, demak, buni massasini topishimiz mumkin. Demak, buni qancha bo'lib qoladi? 0,24 bo'lib qoladi. Ko'chiraylik. Demak, bemalol yozamiz ana endi. Demak, buni moli 0,12 edi. Demak, bu 0,24 bo'ladi. Bu 1,2 bo'ladi. 10 barobar ko'pda bu. Ana endi. Buni ham qaytadan yozamiz. Birinchisi HNO3 dan nimaga o'tgan? NO2 ga o'tgan. Demak, mana bu +5 dan +4 ga o'tgan. Shuni yozib olsak, endi N +5 o'tgan nimaga? N +4 ga. Demak, bu nima bo'ladi? +E bo'lishi kerak. Qayda bu yoqda? Demak, plus nima bo'ladi? E bo'lib qoladi. Ana endi mana bu nimada? Bergan elektron. Demak, bu nima olgan? Azot olgan. Demak, bu 1,2 mol bo'lsa, bu ham 1,2, bu ham 1,2 bo'ladi. Ana endi so'nggi shartni massasini hisoblasak, M H IO3 ni massasi hisoblasak, buni moli qancha? 0,24 ko'paytirilgan 1 plus 127 molar massasi 48. Bu ham barobar bo'ladi 42,24 gram. 42,24 gram. Ikkinchisi N, demak molini topsak buni NO2 barobar topilgan 1,2 mol. Tamam.